Jigar, agar sizga brizol yoqsa, bitta like bosib oling. Qarang buni. San'at asari-yu. Bugun o'zim jigarimga bir ering mazza qilib yeylik biz ham. Mana qarang. Mazza bo'ladi, mazza. Mana. Korolevskiy bo'lar ekanda stollarimiz. Qani? O'zimizning mashhur brizol. O'zimizdan eng mashhur brizollar. Mana bunaqa pichoq olib kelib qo'yganmiz, olib kelib mazza qilib yesak bo'ladi. Mana bunday artamiz. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Bunday bo'lasizda qaranglar. Yana bularning o'rtasidan bo'lib bo'linmaganimiz yaxshilab bo'lib olasizlar. Qani endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi bo'linmabdi. Bu zo'r bo'linibdi. Klass jigar yeb ko'rsin. To'stirli nonlarmi? Ketadi-ku. Eng zo'r chiqishadigan narsa bu bunaqa fris bo'ladi. Yeb ko'ring jigar. Wow, mazza ya. Ham boshqacha. Yeb ko'rishga taklif qilasam hammani. Albatta, kelinglar, yeyinglar. O'zinglar baho beringlar. Like bosib yuboringlar. Biz esa lekin yana yeyishni boshladik.